Hi everyone, welcome to High Language Training Center, New Concept English Video Classroom. And today we will learn New Concept English Book 1, Lesson 23 and Lesson 24. Okay, so first of all, let's learn some new words here. Okay. Azadlar yaxshimizlar. Hamda bugungi g'oyat tarbiyalash markazimizdan kisin dars xonasiga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun 24 dars kunimiz. Aniqda qaranglar. Which glasses? Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz 23-dars. Which glasses? Xo'sh, ham savol, yangi so'zlarni o'rganib chiqaylik. Buronda bir ikki qilam so'z bor, kuch so'z. Birinchisi nima desanglar? On. Okay, on. On deganimiz nima desanglar? Ustida degan gap, ustida. Masalan, qarasanglar nima desanglar? Apples are on the tree. Okay? Apples are on the tree. Okay, nima? Olmalar nerede savodoshlar? Olmalar mushu daraxtning ustida. Daraxtning ustida. Okay, on the tree. On the tree deganimiz daraxt, on the tree deganimiz daraxtning ustida. Okay, endi maranchi. Okay, some pictures are on the wall. Okay, and the tomlardan ibakan bir necha rasmlar bor ekan. Demak, on the wall deganimiz ustida, tomning ustida yoki tomda yoki shu tomga isig'liq degan gap. Okay, some pictures are on the wall. Good. Anda the keyingi desanglar, okay, apples are on the books. Yaxshi. Kitoblarning ustida. Olmalar ekan bo'llar, kitoblarning ustida. On the books. Okay, hamda macha mushuklar ekan. Mushuk. A cat is on the tree. Bir mushuk ana ustida, daraxtning ustida. Okay, what about this? These dogs. Okay, the dogs are ustalning ustida. Tamoq yeydigan ustida, shunami? On the table. On the table. Degan gap. Okay, keyingisi nima desanglar? Shelf. Yaxshi. Nima deyapmiz? Shelf. Good. Shelf. Okay. Ana shelf deganimiz nima desanglar? Jaza degan gap, Jaza. Shu kitob jazasini arabda deymiz, shelf deymiz. Masalan, marism qaranglar. Shunga o'xshash taxta jaza bir narsani deymiz, shelf deymiz. Ko'ringlar, nima ekan bular? Shelf. Okay, hamda bu nima? Bookshelf. Kitob tuzgan jaza. Okay, shelf. Some books are on the shelf. Ba'zi bir necha kitob narsalarning ustida nima? Bir necha kitoblar bor. Bir necha kitob, shelf. Xo'sh, hamsa, bu bugungi tiks keldik. Hamda tiksni anglashdan burun ham bir savol bor. Which glasses does the man want? Demakchi, our axis ade qaysi shu stakan lozim ekan. Okay, hamsa, diqqat qilib bu karton filmni bir ko'rib o'tinglar. Ko'rgandan keyin undan shunga javob beraman. Give me some glasses, please, Jane. Which glasses? These glasses? No, not those. The ones on the shelf. These? Yes, please. Here you are. Thanks. Okay, so which glasses does the man want? Savolashlar. Aksiga zade qaysi stakan lozimdi? Okay. Biz qaranglar. Some glasses please Jane. Endi beshedim bor. Give me. Okay. Give me deganimiz nima desanglar? Bering. So give me some glasses please Jane. Deydi, shunami? Give me some glasses please Jane. Which glasses? Xo'sh, endi men yerga give me. Give me degan nima desang, menga bering. Demakki me deganimiz menga. Müşahara to'ldiruvchi bo'lib keldi, shunami? Naq shu birinchi darsimizda bir o'rgangan to'ldiruvchi degan nima? Shu ish harakatining obyekti. Demakki, igi shu ish harakatining paydo bo'lishiga obyekti nima desam to'ldiruvchi. Give me mana. Endi bu 3-chi darsimizda masalan my coat and my umbrella please. Okay, my coat and my umbrella please demakchi, kunlikim bilan shlapamni paltorimni aytsangiz. Shuni asl to'liq shaklini aytsangiz, give me my coat and my umbrella please deydi. Endi buni nima eg'iz tilda shu give me degan qisqarib ketdi, shunami? Endi ma give me degan menga bering yoki everything degan bo'ladi. Demakchi give me some glasses please Jane. Voy, men bir nechta stakan aytgan bo'lsangiz Jane desa, which glasses? Okay. Endi which glasses endi qaysi stakanlar?
Oldiga qaramasdan birlik shaklini o'rgangan shuni ham bo'lsa which class degan. Endi mana which classes hamda ko'plik shakli bor. Demak, asqatilgan shakli. Asqatilgan shakli. These glasses, okay, endi bunda these glasses demak, voy bu istakanlarmi? These glasses. Endi bu yerga these deganimiz nima? Naqshu this ninki ko'plik shakli. Bular. Demakchi oldinlariga yaqin narsani qilish. No, not. Nima deyishimiz kerak? No, not those. Ya ular emas. Demakchi ham da aksiga nisbatan jiroq shunami? Shu jiroq narsani those, ular. Shuna not those. Okay, men nima? The ones on the shelf. Okay, endi misharga the deganimiz nima yarasanglar? Shu so'zlashayotgan ikki tarafga o'rtaq bo'lgan yer kelganda the deganni ishlatamiz. The ones, eliqillari. Okay, eliqsi yoki nima desanglar? Eliqillari. The ones, demakchi misharak ones degan olmash. Nimaga olmash desanglar? Shu eliq birlari degan hamda shu glassni ko'rsatadi, aynak stakanni. The ones on the shelf. Jazning ustidagilari. These deb ko'rsatishimi? Oy, bularmi? These, yes please. Okay, yes please. Shu, akalang. Here you are. Okay, mana ilanga. Emasdan bir narsani sunmoqchi bo'lsak nima deymiz? Here you are. Nima? Thanks. Okay, here you are. Thanks. Rahmat dedi. Shunami? Okay, amsa shu tekstimizniki language focus qaranglar. Shu yerga one. Yana birga once. Okay. Masalan, give me a magazine. Bana bir tal jurnal verin. That blue one. O kök birisini. Shunami? Demak, endi men bir narsaga almashganda nima aytsam, one-ni ko'rsatayotgan shu magazine, jurnalni ko'rsatadi. That blue one. O kök birisi. Shunami? That blue one. O bu kök birisi. Okay. Endi bu agar ko'plik bo'lib qolsa, masalan, I don't like this hat. Show me the two big ones. Okay? Nima desanglar, men bu shlapni yoqtirdim. Show me man ko'rsatdim. Two big ones. Ikki cho'ngroqni. Demakchi big ones deganimiz hamda cho'ngroqlarini. Demakchi hamda ones degan hamda shu hat deganning o'rniga olmishib keldi. Demak, olmash. Olmash deganni bilsanglar, bala daytsi deb qo'yamiz. Olmishur masalan, I am oblajan. Ay deganimiz hamda men shu men deganning olmishi. Oblajan bo'lsa o'qituvchi. Demak, I am a teacher deymiz. Shunami? Demak, masalan, this book is very easy, but those ones are very difficult. Qaranglar, this book is very easy. Oy, ma kitob bo'lsa bek oson. This book is very easy. Bu kitob bek oson. Biroq those ones, those deganimiz hamda o'zimizda jiroqni avlash nima? Those ones are very difficult. Okay, nima? Intayin qanda qiyin. Those ones are very difficult. Very difficult. Naite qanda qiyin degan gap. Very difficult. Demak, hamda ones deganimiz ham bishara olmaydi. Endi ingliz til degan to'q bolalar, shu chet elliklar, shu ingliz grammatikani qaytlash qat'iy bo'lmaydi. Bir so'zni yana qayt ishlatishga bo'lmaydi, lozilishib. Ishlatishga to'g'ri kelib qolsa nima desam, yo almashni ishlatamiz, yoki shundan keyin nima ma'noda so'zni ishlatamiz. Shu ma'noga alohida diqqat qilinglar. Qaranglar. Bu yerga this demakchi, shu ko'z oldimizga yaqin narsaga nima deymiz? This bu shunami? Okay, that bo'lsa nima? Bu jiroq bir yana ko'rsatib, shunami? That. And these bo'lsa bular yaqin. Those o'zimizdan jiroq narsa ovlar. Demakchi bir necha narsalarni ovlar deymiz, shunami? Those. Masalan, this is my hat. Bu bo'lsa meningki shlapa. That is his new car. Okay, bo'lsa uning nima? Yangi mashinasi. That is, nima? And these are our books. And bular bo'lsa bizning kitoblarimiz. Those are their cats. Ovlar bo'lsa ularning mushuklari. Demak hamda those. Okay. Demak bir necha narsani ko'rsatgan those. Shuni oydinlashtirib olsanglar, bo'ldi. Xo'sh, Shamsa, shu berilgan so'zlarning payini bo'sh o'rinni to'ldirib qo'yinglar, sog'lashlar. Okay. Answerning deymiz. Alice's computer is on her nerede? Floor mu, desk mu? Okay, floor degan yog'i desk. Uninki nimasi?
Herkes geldi olmaydı o nime? Üstilde. On her desk. Good. And her bottle are on her chair. Chair degenimiz nime? Orunduk. Dressing table degenimiz nime? Gırım üstüle. Okay nime? Her bottles. Ondan bottle nere? Elbette şu gırım üstüle bulur da. On dressing table. Okay, Tim's pencil on his. Okay, Tim's pencil on his desk. Yani biz stereo. Stereo diye yanırat bu. Desk diye geçiyor sana parkta. Nerede silahlanacak? Stereo'dan pardon mu? Elbette mi? Desk'te. Okay. Karındaş olan diye. And the knives and forks are on. And the bıçaklar ve vilklar bolsa. Nerede? Bed and table. Karavatta bulmaydı bu elbette mi? Table. Üstelde. Okay. And your trousers are on your bed. Cupboard. Bed degen karavat, cupboard degenimiz nimeydi? Aldım saat degendim. Bu çınıqa çıkış şık abi. Demekçi on your bed. Okay, what about? Mesela give the boy these pens. And give onunğa desek give the boy oğul bala bolgan degen give him. Okay. Give Anna and me some magazine. And Anna will and me. Bizge oldu şuna ama şu an give us some magazine. Bizge bir neçe gizit berim. Give the man the cigarettes. O axlar bu ne berim. Demekçe axlar bu ne give them. Give the woman this blue book. Hem de bu ayalga bu kök kitap ne berim. Anaq ne mesela give her that black one. Okay, give her that black one. O qarabırsın berim. And those are my books. Okay, demek give me my books. And give me bolushni ama. Okay, emsa şu bugünkü 23 dersning mazmuni mushagichi bo'lsin. Keyingi darsinglar, keyingi videolarimizda diqqatlarni bog'lang. Okay, that's all for today. See you next time.